Xayrli kech, aziz podpисчиклар. Bugun sizlarga Retro olamga sayohatda 3-qismida Firmenniy studiyaning yozilgan kolleksionniy izdaniya DVD disklarini ko'rsatib o'tmoqchiman. To'g'ri, bu to'liq emas, lekin hozir 50 tasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu videoning davomi keyingi videoda bo'ladi. Qani ketdik. Xullas boshladik. Mana 3-to'plamida, kolleksionniy izdaniya 3-to'plamida Tom Hanks filmlari bor. Ya'ni 11 ta film o'rnalgan. 7-to'plamda Очень страшное кино. Bunda 16 film bor. Bunda eng yaxshi film yig'ilgan, ya'ni nima deydi? Krik va ko'plab boshqa filmlar, Очень страшное кино degan filmlar ham bor. Biz bu 7-to'plam. Xo'p, 8-to'plamga kelgan bo'lsak, bu yerda Bandiali 007, 007. Bilasizlar, buni qanaqa kinoligini ko'pchilik biladi. 9-to'plam Полное собрание deb nomlanadi. Bunda Matriца, Властелин колец, Звездные войны filmlar o'rin olgan. 12 kino bor bunda. 12-to'plamda Очень страшное кино deb nomlanadi. Bunda Kashmana улицы Вязов va Ostavший из ада. Bu yerda o'sha paytlardagi o'sha birinchi chiqqan ujasli kinolar hisoblanadi. Bunda ham 16 kino bor. Xo'p, 13-to'plamga kelgan bo'lsak, bu yerda Jackie Chan, xitoylik mashhur aktyor, boylik kinolar, komediya kinolar ustasi, Jackie Chan 16 filmi o'rin olgan. 14-to'plam bu Сказка, ya'ni ertaklar deb nomlanadi. Bunda o'sha Garri Potter va hokazo ko'pgina o'sha ertak filmlar bor. Xo'p, 18-to'plam bu Harrison Ford 11 ta film bor. Bunda Indiana Jones'dagi rollari va boshqa filmlar o'rin olgan. Bu mashhur aktyor. Bu 18-to'plam hisoblanadi. Xo'p, ba'zi to'plamlar mana ikkinchi variantlar ham chiqqan. Xullas bu ham shu hozirgi 18-to'plamni boshqacha varianti chiqqanligi. Xo'p, 20-to'plam bu Приключения, ya'ni sarguzasht deb nomlanadi. Bunda o'sha ko'pgina mashhur filmlar bor. Bunda Karib dengizi qaroqchilari va boshqa Mumiya va boshqa ko'plab mashhur filmlar bor. Xo'p, 22-to'plam bu X-Files избранные deb nomlanadi. Bunda ko'plar sevgan o'sha maxfiy hujjatlar o'rnalgan. Bunda o'sha birinchi mavsumdagi hamma qismi shu diskda mavjud. Yani sekretli materiali, mashhur o'sha yoshligimizdagi serial bo'lardi. Bu xuddi shu disk. Shu birinchi fasli bunda. Xo'p, 28-to'plam bu sovetskiy komediya deb nomlanadi. Bunda o'sha mashhur sovet filmlari, Afoniya, syujetli roman, ya'ni o'zbekchasiga Ishdagi ishq, Omadli jentelmenlar va hokazo boshqa mashhur filmlar mavjud. Xo'sh, endi 39-to'plam bu Jean-Claude Van Damme 15 ta film o'rin olgan. Bunda o'sha mashhur Jean-Claude Van Damme filmlari mavjud. Bu 39-to'plam. Xo'p, 14-to'plam bu Sila и честь deb nomlanadi. Bunda 3 ta mashhur serial bor. Противнее сегодня, Звездочет и Салмат. O'sha serial o'rin olgan bu diskda. Bu 14-to'plam. 46-to'plam bu Mel Gibsonning filmlari. Rabbiy sersa bor bunda mashhurlardan. Ko'p, Patriot, ko'pgina filmlari o'rin olgan. Xo'sh, 47-to'plamga kelgan bo'lsak, bu Дети Свет и жизнь deb nomlanadi. Bunda Beethovenning 1-5 ta qismi, Trudный ребенок, Один дома 1-4 ta, Zatura и sizlar sevgan Jumanji filmi o'rin olgan bu to'plamda. Bu ham bolalar bor, o'sha детский ajoyib filmlar. Xo'p, 48-to'plam bu hammasi ужас filmlar, ya'ni jest deb nomlanadi, ya'ni qiynoq deb nomlanadi. Bunda o'sha Pila, Звонок, Темная вода, ya'ni shu kinoda o'rin olgan va boshqa Konstantin, Domovskaya figuran shu diskdan o'rin olgan. Hammasi shu o'z nomidan kelib turibdiki, qanaqa kinoligi? Jest. Xo'p, 51-to'plam bu sport deb nomlanadi. Bunda o'sha sportga oid filmlar. Nomdan ma'lum. Hammasi sportga oid filmlar. Xo'p, 53-to'plam Tommy Lee Jonesning o'sha 11 ta filmi. O'z o'rniga ega aktyor. Buni ko'pchilik tanisa kerak. Qora odamlar filmi. Xo'p, 68-to'plam bu western deb nomlanadi. Bunda western kinolarni muxlislari uchun bu yo'nalishni ham alohida sevib tomosha qiluvchilar hali ham topiladi. Bu 68-to'plam. 13 ta western pop kinoligi. Western yo'nalishdagi kinolar. Xo'p, 77-to'plam bu Kevin Costner. Mashhur aktyor, buni juda ham ko'plar o'ziga yarasha muxlisi bor bu aktyorni. Ham ko'p odamlar yaxshi ko'radi bu filmlarni. Ya'ni mana Telexanitel, ya'ni xos soqchi deb tarjima qilingan o'zbek tiliga. Va boshqa ko'p kinolar bor. Robin Hoodda o'ynagan. Водный мир. Yani ko'p kinolar o'zbek tiliga tarjima qilingan deyapman. Bu 77-to'plam. Xo'p, mana eng yaxshi ko'rgan to'plamimdan biri mistik triller. Bunda mistik trillerlar bor. Bu eng yaxshi ko'rgan to'plamimdan biri. Xullas, bunda ham juda ko'p men yaxshi ko'rgan Silent Hill filmi bor.
Tommy Silver bu film ham menga yoqqan juda ham. Keyin mana 6 Demon of Emily Rose. Mana shu to'plamni negadir boshqacha ko'rardim oldin. Xo'p, 79 to'plam. Blandinki zajigayut. Bu o'zi nomidan bilinib turibdi qanaqa kinoligi. Bu ham ajoyib. Shu filmda bor. Komediya filmi ko'proq ekan. Xo'p, 87 to'plam bu Goblin nomlanadi. Bu qanaqangi filmlarni komediya variantlari o'rin olgan. Komediya qilib tarjima qilgan ya'ni filmdan. Bu komediya. 93 to'plam bu Nurgekni prokatda nomlanadi. Bu o'sha komediya va boshqa turdagi filmlar mavjud. Xo'p, 102 to'plam Martin Lawrence. Komediya filmlari ko'p bu aktyor. Deyarli komediyasi ham bo'ladi. Bu 102 to'plam. Xo'sh, 103 to'plamda bu Jason Statham. Ushbu aktyorni 10 ta filmi mavjud. Bu Bayvik filmi hisoblanadi. Bu aktyor asosan Bayvik filmida rol o'ynagan. Xo'p, 110 to'plam bu terrorist deb nomlanadi. Bu terrorist haqidagi filmlar. Shu Amerika filmlari. 110 to'plam 10 ta film mavjud. 111 to'plam Лучшее семейное кино. Shu oilaviy filmlar ekan bunda. Malikaning kundaligi ham shunday ekan. Ajoyib komediya. Xo'p, 112 to'plam bu Удивительные приключения nomlanadi. Shu bunda sayohat bu filmlar. Salbiy sayohat bu filmlar ekan. Xo'sh, 120 to'plam bu Скорость deb nomlanadi, ya'ni tezlik. Bunda o'sha taksi 1 2 3 4 boshqa Farsaj 1 2 3 4. Ko'plab shu o'sha o'z nomi bilan tezlik. Bizlarning g'onishib bor ekan. Zo'r kino. 127 Bambucha. 14 ta film bor. Buni nimaligini bilsak kerak. Xo'p, 130 Rene Zellweger. Aktrisaning 10 ta film o'rin olgan ushbu diskdan. Xo'sh, 133 to'plam Nicole Kidman. Bunda 14 ta film bor bu diskda. Ushbu aktrisani ko'pchilik bilsa kerak. Xo'sh, 142 Yangi deb nomlanadi. O'z nomi bilan qanaqa kinolar borligini bilsak bo'ladi. Komediya kinolar. 163 Atvaga. Qo'ldan chiqargan boshqa filmlar. 169 Naша школьная история. Bunda 10 ta film bor ekan. Eski o'sha davrdagi filmlar. Maktab haqidagi filmlar. 178 to'plam Музыкальные комедии deb nomlanadi. Bunda o'sha komediyada o'sha. Shu kabi komediya bunda 9 ta kino o'rnagan. Eski sovet filmlar. 180 to'plam. Qanaqa kinolar borligini bildinglar? Qanaqa kinolar borligini bildinglar? Endi uni o'qib o'tirmadim. 201 to'plam Остаться в живых. Bu yerda esingizda bo'lsa bir paytda yoshlardan hayot mamot deb tarjima qilishgan serial. Shu serialda ikkita sezon o'rin olgan. 201 to'plamda. Xo'p, 204 to'plam. Siz sevgan komedik aktyor Ron Atkinsonni Mr. Bean, ya'ni biz Mr. Bean bilamiz. Bu 5 ta film o'rin olgan bunda. Ajoyib komediya. 216 to'plam Gary Oldman. Bu aktyor filmlari Leon bilan o'ynagan, Ganibalda, Batman Начало. Biz mashhur film o'ynagan. Dracula. 233 to'plam bu Ajdarlar deb nomlanadi. Bu o'sha hamma Dragonga oid filmlar, fantastik filmlar. Mana qo'yadi 239 to'plam Азиатский ужасы. Bunda eng yaxshi bo'lgan to'plamlardan biri bu ham. O'zi negadir o'sha yapon ujuslarni yaxshi ko'raman. Yapon, koreys. Biz eng yaxshi bo'lgan to'plam. Filmlarni albatta ko'rish kerak bu disk. Xo'sh, 245 to'plam. Ko'rdinglar qanaqa filmlar borligini? 207 to'plam bu Julia Roberts filmlari, 12 ta film bor. Julia Roberts ham juda ko'p filmlar o'zbeklarga tarjima qilingan. Deyarli 80% adashmasam. Juda mashhur aktrisa bu. 254 to'plam bu Kasper. Kasper yoshligimizda ko'rardim, ajoyib. O'sha eski filmlar. Shu Kasper ruh biladi. Ajoyib film. 254 to'plamda Oskar olgan 1986-yildan 95-yilgacha bo'lgan
kinolar o'rnagan. Oskar shu 10 yillik ichidagi Oskar olgan kinolar, multfilm. Forrest Gump bor, Schindler ro'yxati, biroz ajoyib kinolar, kechirilmagan, Yomg'ir odami bor bunda. Oskar olgan 10 yillik filmlar. 259 to'plam bu spetsagenti bu. O'z nomi bilan film borligi ma'lum. 12 kino o'rnagan bu diskda. Bu 259 to'plam. Va bugungi obzor oxirgi o'sha 50-diskka Michael Douglas 260 to'plam. Xullas, bu aktyor 10 film o'rnagan. Bu 50-disk. Qadrli kuzatuvchilarim, hozir faqat shu kolleksion izdaniyadagi disklarni aynan shu bitta korobkadagi ko'rsatdim. Hali buni davomi bor, bu hali shuncha ekan. Bor yo'q deb o'ylamang. Bu juda ham ko'p hali. Prosta bu bitta korobkada shu 50 disk chiqqan ekan. Hali bu obzor davomlari bo'ladi hali. Albatta ko'rsatib o'taman. Bu obzordan maqsad nima? Shunchaki menda bor, mana ko'rib qo'yiladigan maqsad emas. Prosta nima desam ekan, kimdir shu disklarni oldin ko'rgan, sotib olgan, shu retro olamga olgan bo'lsa ham qaytarish edi niyatim. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qaysi disklarni eslagan bo'lsanglar, albatta kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Like bosish esdan chiqmasin. Xayr.